Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Shota Rustaveli ko'chasida, ya'ni Yakkasaroy tumanida turibmiz. Bu yerda 3 xonali 133 kvadrat metrli xonadonimizda sotuvga qo'yilgan. Hozir masalani tanishtirib obzor qilib chiqaman. Mana bu kiraverish qismimiz bo'ladi. Mana bu yoqda garderobniy shkaflarimiz bor. Bu yoqda общий sanuzilimiz bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Yo'lak bo'ylab chap tomonga kelsak, bu yoqda bizani kuxna kutib oladi. Kuxnamiz ham juda ham keng, kattagina, yorug' qilib qilingan, oynalari juda ham katta, keng, eshiklari ham bor. Bu yoqda bo'lsa tashqariga qaragan balkonlarimiz ham bor, o'rtoqlar. Xo'p, tanishtirishda davom etaman. O'rtoqlar, bizani bitta zalimizga e'tibor berib qo'yasizlar. Lyustralari, qandillari juda ham chiroyli qilib zamonaviy qilib qo'yilgan va juda ham keng qilib, prostorniy qilib qurilgan uyimizda. Va uyimizning yana bitta ahamiyatli joyi bor. Eski 9 tashkali domlarimiz bo'lardi. O'shalarni planirovkasiga o'xshatib qurilgan, juda ham menga yoqdi bu planirovka. Mana bu yoqda bo'lsa mana spalniyamiz bor, detskiy spalniyamiz. Bu yerda ham alohida o'zini balkoni bor, tashqariga qaragan. Manzara ham juda chiroyli, yangi remont qilingan yo'llarimizga qaragan. Bu yoqda Yakkasaroy stadioni ham turibdi. Xo'p, bu yoqda bo'lsa bizani master spalniyamiz juda ham keng, shinam, pardalari, bu yoqda garderobniy shkaflari va o'zini sanuzillari bilan alohida qilib qo'yilgan, juda ham chiroyli ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerga kirasizlar-yu, yashaysizlar, xohlasanglar, boshqatdan remont ham qilib olsanglar bo'ladi, o'zingizlarga moslab. O'rtoqlar, uyimizni srochniy sotuvga qo'yilgan, narxini Telegram kanalga joylashtirib qo'yaman. Batafsil shapka orqali Telegramga kirib ko'rsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Hammanglarga omad, charchamanglar.